Salla omon salla xalqlarim. Jonlaring omonmi hammalaringni? Katta bacha bo'lib yuribsizlar. Ikki kunlik dunyoga. To'g'risi biz ko'p o'yinlarga yo'liqdik. Haliyam bizga dars bo'lmagan bu o'yinlar. Qaysi bir odamlar o'z maqsadiga yetish uchun bizni jonim, biz birmiz, biz do'stmiz degan mana shundoq bir yolg'on va'dalaydan o'z ishini bitkazib olishga ko'p harakat qiladilar. Bizlar qalliqlar aytganlarga mana shu zinapoya bo'ldiku bizni ustiga oyog'ini qo'yib maqsadiga yetib oldilar. Maqsadga yetgandan keyin bizga qaytib qo'l uzatmadilar. Xatikali nima bo'lku ikkita o'g'ri o'g'irlikka bo'ladi, keyin surgandan keyin bo'lsa aytadi sen enkay men ustingga chiqib zaborga o'sha nimani tepasiga chiqqandan keyin men senga qo'limni uzataman deydi. Chiqib olgandan keyin qo'lini uzatmaydi. Aynan biz qalliqlar mana shuni o'yinlarga ko'p yo'liqdiklar. Bugunga davr bizni mana shuni qarab turaman-ku, yana bizni alatadilar-da. Sizlar bizni birliklarini xohlamaysizlar. Yolg'on qalliqlarim, yolg'on. Seni agar bir odam birligini xohlaganga seni boshlig'ingdan gapiraydi, seningdan emas, seni avramaydi, seni allatmaydi, senga yolg'on va'dalarni bermaydi. Bu va'dalardan biz o'tib bo'lganmiz. Bizni ota bobolari o'tib bo'lgan qalliqlarim. Bugun hushyor bo'ling. Bugun yolg'on va'dalarga berilib ketmanglar. O'zlaringga boshliqlaringni tanlang. Kimdan gapirsa boshliq gapiradi. Sizlardan mana shundoq bir lider chiqsin. Lider tanlang. Har qaysi bir odam lider bo'lsa, ana bu ekan, u tili Turkiya ekan, u bilmayman, ana o bizni g'amxo'ri ekan deb uni orqasidan ketavermanga jonim. O'ylaysizlarga. Bizni ota bobolari mana shundoq qilib turib davlatni yo'qotdilar. Shundoq qilib turib Qoraqonlik davlati sinib ketdi, arabni ketidan yugurdilar. Uni ketidan yugurdilar. Ha, bu do'st ekan, bu millat degan narsa yo'q ekan, islomga bu faqat shu musulmonlik barodar ekan degan yolg'on so'zlarga ishonib bugun na davlating bu, na yering bu, hech narsang yo'q. Neki seni zinapoya qilib ustingdan o'tib davlat qurib oldilar. Bugun ana o'shalar ham bir tas qaytib senga qaramaydi, bir tas aytmaydi, to'xtash sen qalliqsan jonim. Xo'p, mana biz yetib keldik, davlatning egasibiz. Hech bo'lmaganga mana bir joyi mana bu yerda. Sizlar keling mana shura bir maydarog'an bo'lsa bir qalliq davlatini quring, yashang shura. O'zlaringga bir mustaqil bo'ling. O'zlaring taslim oling boshlaringga degan bir gap eshitding bir tasda. Eshitgan yo'qsizlar. Buni eshitmaysizlar ham. Bu gaplar hammasi yolg'on. Bu gaplar insonlar meni sen do'stmiz, meni seni ota bobomiz bir, momamiz bir, bizni qonimiz bir, tilimiz bir. Bular hammasi yolg'on gaplar. Faqat mana shu maqsadiga yetib olguncha seni avrab asrab shu eshakni ham
O'sha kuchi bu, unga arpa beradilar, og'ilga bog'lab qo'yadilar. Ha? Eshak ishlolmagandan keyin, kuchi ketgandan keyin to'qimini olib ko'tiga bir tepadi. Bechara qaysi adirlarga jonlar yeb ketadi. Mana shu ahvolga biz tushamiz. Har vaqt biz qalliqlar aynan mana shu ahvolga tushamiz. Qo'limizga kuchimiz bor, yordam bera olamiz, yanigamiz har birtasini. Farqi yo'q kim bo'lsa. Alidi, validi, shovalidi. Lekin shunaqa ishi butib olgandan keyin o'sha ishi butgan eshakka o'xshab to'qimingni oladi orqangdan, ko'tingga bir tepadi, yana sen begonalarni oyog'ini tagiga o'lib ketasan. Boshqalarni oyog'ini tagiga o'lib ketasan. Qarga bo'lsang, farqi yo'q. Qardi qallig'isan. Faqat bu gap meni qallig'imga daxil. O'zini qalliq bilmagan bu odamga daxili yo'q. Faqat meni qallig'im. Mana shu bu gap sizlarga daxil. Ishi butib olgandan keyin ko'tlaringga bir tepadi. Yana aytganning oyoqlarini tagiga yotasizlar, yo o'shalarning oyog'ini tagiga yotasizlar, yo uni xohlaganini qilasan. Sen o'zing o'z hayotingga taslim bo'la olmaysan. Hech narsa qila olmaysan. Bir umr seni boshingga boshqalar taslim bo'ladi. Kerak bo'lsa ertaga tag'am qalliqligingdan ham o'z qaytarasan. Bugun bizda mana Tojikistonga shunaqa odamlar ko'p. Aytganning oyog'ini tagiga qolmaydi, o'z qalliqligidan o'zini qaytarib, o'zini boshqa millat deb yuribdi. Har bir millat sharafini yo'qotgandan keyin uni nasli u millatdan bezor bo'ladi. Qalliqki sharafini yo'qotdi, ertaga seni balang yo balangni balasi o'z qalliqligidan bezor bo'ladi. Nima uchun biz mustaqil emasmiz degan savol keladi. Meni otam nima qildi, men bobolarim nima qildilar? Qarayotdilar ular. Nimaga hamma o'ziga qurdi, toloshdi, urdi? Qalliq nima qildi degan savol paydo bo'lsa, ularga javobi shu bo'ladi-da. Qalliq etganga qurib berdi, o'ziga qurmadi. Etganni qurishiga borib o'ldi, yordam berdi, maydonlarga chiqdi, urushdi, toloshdi, hammani qildi. Etgan o'z vatanini qurib oldi, etgan o'z uyini, joyini qurib oldi. Qalliq uni vataniga bir ko'chmanchidek yashab yuribdi. Na o'z balasiga taslim bo'la oladi, na oyandasini, ertasini bir o'zi hal qila oladi. Bu o'sha qalliqni qilgan xatolari uchun. Chunki shu narsani bizni ota-bobolarimiz xato qildi. Mana shuni aynan boshqalarni davlat yasab olishiga jihod ham qilib berdilar, urushib ham berdilar, jon ham berdilar, ko'chalarga o'lib ham ketdilar. Bir inson aytmaydiki, mana shu yerga o'lgan odam qalliq deb nomini olmaydi. Bir joyda topib bering mengaki, mana shu vatanni qurilishiga, mana shu vatanni difosiga, mana shu yerga qalliq yotibdi o'lib. Qalliq urushgan, qalliq o'ldi shu yerga. Shu vatanni zashta qilib, shu vatanni himoya qilib o'ldi degan menga bir odamni ko'rsating. Ko'rsata olmaysizlar. Bilasizlar nima uchun? Bu narsani uzoq ketmaymiz. 90-yil Tojikistonliklar o'zlaring Tojikistonning qalliqlari bilasizlar. Otalaringni olib borib turib, eshakdek olib borib urushga soldilar. Urushdi, o'ldi. Bugun qahramon kim? Kim-kimlar qahramon, kim-kimlar veteran. Bir joyga nomini oldiki, mana shu qalliq o'lib yotibdi.
shu konstitutsiyani barqaror qilganga qalliq ham to'ra kelib urushgan. Bugun yeringni nomini o'rtadan olib ketdi. Bugun shaharingni nomini almashtirdi. Bugun qishlog'ingni nomini almashtirdi. Bugun kelib seni balangni zoda deb qo'ydi. Arab kelli Ibn Binti deb qo'ydi. O'ris kelli Oyevich, Veyevich, Iyevich deb qo'ydi. Mana busiga zoda deb qo'ydi seni. Marhamat qallig'im. O'zing taslimingni ol. Kimsan sen? Oyevich, Iyevichsan, zodasan yoki nima bu yoqqa yotdi ikkalasi. Sen kimsan? degan savol paydo bo'lsa, javob bera olmaysan. Oddiy savol berganga nima uchun sen qalliq turk bo'lsang, sening noming arabi deganga nima javob berasan? Alhamdulillah musulmonman deysan. Bir savol bersa, nimaga sening noming, nasabing Forsi desa, nima deb javob berasan? Ha? Chunki men yaxshi ko'raman deysan buni. Har bir millatning o'zining nomi bu, o'zining nasabi bu, o'ziga loyiq. Neki bir joyga bir qalliq yashaganga haddaqal qalliqqa haqni berish kerakki, sen o'zingning nomingni qo'y. Sizlarga nasab qanoq bo'lsa o'shanoq. Sen tanla degan so'zni bizga bermadilar Tojikistonda. Sen tanla, senga zoda senga to'g'ri kelmaydi, chunki bu Forsi bo'ladi. Key sen o'zingni qallig'ing, turkingni qanoq bo'lsa ayt, o'shanoq yozib beraylik pasportingga. O'sha shunosnomanga degan so'z aytilmadi. Biz talab qilsak, yana bizni xoini vatan, ig'vo deb, ig'vogar deb yana zindonlarga olib borib tiqadi. O'z haqingni talab qila olmaysan. 90-yilga, 93-yilga to'da qalliqni sag'ralari mana shu bugungi kunni barqaror qilamiz deb o'lib ketdilar olib borib. To'da tiqdilar urushni ichiga olib borib, o'lib ketdilar. Lenindan, Stalindan Hitler urush qildi, to'da balalaringni olib kelib qalliqlar, qarab bo'lsang olib kelib turib Stalinni foydasiga olib kelib tiqdi o'ldirib yubordilar hammasini, ketdi. Bir tanga bugun aytadi, shura qalliqda ham balasi bor edi. Qalliq bu millat. Qalliq bu imperiya. Aytadi bir joyga. Aytmaydi. O'rta Osiyoga davlatlar qurildi. Bunga kam emaski, qalliqda ham xizmati tegdi. Bugun bir tasa aytadi. Даже bo'yin olmaydilar, hatto bo'yin olmaydilarki, shura qalliq yashaydi. O'rta Osiyoga bir tasa, na qozog'i, na qirg'izi, na o'zbeki, na turkmani. Qirg'iz bo'yin oladi bu narsani. Eshitganmanki, qirg'izlar yozadi, agar so'rasang yozib beradi. Endi qirg'izga tuhmat bo'lmasin, chunki qirg'izda eshitganmanki, bu narsani yozib beradi. Qirg'iz buni tan oladi. Lekin qolgani qaysi tan oladi? Hech kim. O'shaning uchun qallig'im, to'raka o'qingdan to'raka etganni seni oshnomu, jonimu, do'stimu, bizni tilimiz bir, bizni usimiz bir, busimiz bir, bobolarimiz bir bo'lgani, biz bir-birimizga yaqinmiz. Yolg'on gaplar, hech kimga biz yaqin emasmiz. Mana shu narsani bilib oling. Har bir narsa o'zini sarhadi bor. U ham turk bo'lsa, men ham turkman.
O'sha ham turk bo'lsa, men ham turkman. Bo'ldi. Bizning o'rtasiga sarhad bo'lish kerak. Buni ochiq emas. O'z rahbarlaringni topinga, qaliqlarim, to'planinga. Bo'ldi. Sen turksan, men turkman, seninlanman. Bo'ldi. Erta mana shu davlat quriladi, quramiz. Xo'p, seni manfaating bir nima, meniki nima bera? Sen nima bo'lishing kerak, men nima? Tojiklarga bir zo'r, yaxshi gap bor. Barobari. Agar barobari bo'lmasa, barodari yo'q. Bugungi men aytaman-ku, mana shu turk olamiga barodari yo'qligi, bu barobarlik yo'q. Nimaga deganga, qolgan turklarni Kaltatoy bo'lsin, Barlos bo'lsin, Nayman bo'lsin, qolgan turklarni millat sifatiga qabul qilmaydilar. Bu barobarlik emas. Bu oyoqni tagiga qilish boshqa bir millatni yo'q qilish. Agar o'zbekka barodarlik bo'lganga edi, qalliqni qalliq deb yozaydi, o'zbek deb yozmaydi. Mana bu yerda men aytdimki, bizga barodarlik bor, bizga barobarlik bor. Meni haqimni o'zbek oyoqni tay qilmaydi. O'shaning uchun jonlarim, qalliqlarim, har bir inson o'zingni qalliq bilasan, oyog'ing tagiga o'lay. Rahbaringni tanla, to'planinga, birlashinga. Nima gap bo'layotgan bo'lsa, ovga chiqamiz. Ovimiz taqsim. O'rtadan taqsim. Birga ovga chiqdik, ov qildik, o'rtadan taqsim bo'ladi. Yer qilamiz. Yerimiz o'rtadan foydasi taqsim. Davlat qilamiz. Davlat o'rtadan foydasi taqsim har bir tabizga. Nima Nayman bo'lsin, turk bo'lsin, Barlos bo'lsin, Qoraqalpoq bo'lsin, Qalliq bo'lsin, farqi yo'q. Hammamiz o'rtaga barobarlik taqsim bo'ladi. Ana uchunga bizning ham lideri, sizlarni liderini aliga, bizning boshlig'i, sizlarni boshlig'ingdan o'tiradi gap. Bo'lmasa tartaravang. Bo'ldi. Men seni foydang uchun erta-nora to'ra kelib keyin men sen faqat qarsak urish uchun pastga o'tirib ishlamayman. Sen uchun degan prinsip bo'lish kerak qalliqqa. Qalliqqa prinsip bo'lmasa, oyandasi bo'lmaydi. Seni allatadilar. Seni lidering yo'q. Biz bir tilimiz, bir qonimiz, bir jonimiz. Yolg'on gap bu narsa. Bu narsalarning 100 tasini bobolarimiz ham o'tib keldi. Otalarimiz ham o'tib keldi. Bugun ham biz ko'ryaptik shu narsani yolg'onligini. Bugunga davr yolg'on bu narsa. Bunoq yolg'onlarga jonlarim berilmanga, ishonmanga. Bunoq yolg'onlar dunyolarga to'lib yotibdi bunoq. Biz bir qonimiz, bir jonimiz. Qonimiz qonimizga, jonimiz jonimizga. Bunoq narsa yo'q. Qonim qonunga, jonim joningga. Neki barobarlik. Bu yertaga qon, jon, akam, bo'lam, og'am bu narsa yurmaydi. Barobarlik. Meni arqamga turgan qalliqlarim bor. Ularni haqi, ularni hayoti, ularni erta yashashi, ularni erta balalari kim bo'lib yashaydi? Ertaga men qalliq maktabi bo'ladi bu yerga. Qalliq madaniyati bo'ladi bu yerga. Qalliq farhangi bo'ladi bu yerga. Yo'q.
hayda bu yerdan eshagingni. Alohida qalliq nomiga nimalar bo'ladi bu yerga degan savol bo'lish kerak. Xo'p. Bu yolg'on, biz anavi quramiz, bu nom hammamizga daxli bor, yo'q, hech kimga daxli yo'q. Bu etib olguncha o'sha maqsadga. O'sha maqsadiga etib olguncha. Undan keyin aytadiki, eshak sudan o'tgandan keyin eshak ko'tiga bir teparlar, ix deydilar. Hayda eshaging deydi. Shu uchun jo'larim, har bir talaring mana shu masalaga agar qalliq bo'lsang hushyor tur. Ovga chiqasan, yo'lga chiqasan, yaningga barlos chiqadi, yaningga kaltatoy chiqadi, yaningga oymon chiqadi. Hamma vaqt har bir qilgan ishingni yaningdagi odamni ham o'zingdan pastga ko'rma. O'zingdan barobar ko'r. Chunki u yaningga laqay turadi, yaningga qatag'an yaningga turadi. Ovin barobar taqsim bo'lish kerak. Haq, inson haqqi ham barobar taqsim bo'lish kerak. Ana uchunga biz birlashdik degan, turk birlashdi degan so'zni katta qilib aytsak arziydi. Nekiki u turkiki o'zini tovarasini cholib yursa va meni ko'rmaganna qilib, men bunga turk birlashdi demayman. Qaysi bir talari oralariga birlashib yuribdi. Neki turk hali birlashgan yo'q. Birlasha olmaydi. Qachon birlashadi turk? Har birtasini haqini joyiga qo'ysa. Dunyoni anav tomoniga ham bo'lsa, bir qalliq, bir laqay, bir qatag'an, bir mushkilga tushganga bir turk to'ri kelib o'rtirib, sen nima qilasan bu yerda? Senga kim haq beryapti bu yerda turk ustiga oyoq qo'yasan degan so'z bo'lish kerak. Bu tomon turk, bu tomon turk, bu tomon turk. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston. 4 ta turk davlati o'rtasiga Tojikiston. 4 ta dunyoga tanilgan davlat. Lekin Tojikiston ichiga biz qalliqlarni, yerimizni nomlarini almashtirdi, shaharlarimizni nomlarini almashtirdi. Biz yashayotgan joylarning nomini almashtirdi. Bizda haqqimizni qancha xohlasa o'shancha oyog'ini tay qildi. Bir turk to'ra kelib aytdiki, "Ey, qon sen nima qilyapsan? Alisan, valisan. Sen bu yerda Turkiya yashayapti. Sen nima oyog'ini tay qilasan buni haqini?" degan bir tasa aytdi. Yo, urushmas. Do'stlik bilan do'stim. Bu nodurust qilayotgan ishing. Oramizga yaxshilik qolsin. Bular turklar, qalliqlar. Bularni qalliq deb pasportiga yozib, bu yerlariga, yashayotgan yerlariga tegma. Bularning nomiga tegma. Bu azaldan shularning nomiga kelgan yerlar. Tegma bularga degan bir turk aytdi shu gapni. Tavib bering menga. Axirga bizlar eshitgan yo'qmiz deydi. Dunyo televizor, gazeta hamma joyga chiqdi. Mana shu jo'llarim. Oyoqlaring taygula shunchasini aytaman, qalliqlarki, bundan boshqa qadamlaringni asta bosin. Har narsaga ishonma. Endi men bir qalliq sifatiga aytaman sizlarga. Axini o'zlaring bilasizlar jo'llarim. Qabul qilasizlar, qilmaysizlar. O'sha ixtiyorlaringni o'ylaysizlar. Neki hushyor bo'ling. To agar o'sha ov sizlarning haqqi, sizlarning nomini haqqi bo'lmasa, qo'shilmang. Bir tana aravasini tartib olib borasan joyigacha, nek o'zingning aravang qolib ketadi. Bir tan nomini olib borasan, o'zingning noming qolib ketadi. O'zing millating qolib ketadi. O'zingning huviyat, ruhiyating qolib ketadi. Jo'laring omon bo'lsin. Endi men bu yerga bir salgina benzin quyib olay.